İnşallah tayyorman. Testosteron pik bo'lgan. Erta ko'rsataman inshaalloh. Salom hammaga, kanalimizga xush kelibsizlar. Kecha yaqinda o'zbekistonlik jangchimiz Abdumalik Qozog'istonga borib raqibini jag'ini urib yozib tashladi. Abi, Abdumalik! Biz nima deb atashimiz mumkin bu jangchini? Udarnikmi yoki bir quturgan bir bo'ri debmi? Chunki jangni ko'rgan bo'lsangiz, o'zbekistonliklarni judayam bir xursand qiladigan bir jang bo'ldi desam bo'ladi. Chunki birinchi raundda o'zida g'alaba bo'lyapti. Jahchasi ketyapti ana qozog'istonlik jangchini. Undan keyin mana bu hammani oldiga chiqqan payti Abi chiqib shunaqangi ular ko'rsatyapti. Endi hammani oldiga chiqib baqirib o'zini bir O'zbekistondan kelgan bir quturgan bir jangchiligini ko'rsatib turibdi. O'zi mana shu jangchimizni emotsiyasi shunaqa, ko'rinishi, gapirishlari ham mana shunaqangi. Abdumalik asli ismi, Abi deyishyapti hozir. Endi men Abi deb qo'ya qolaman, hamma Abi degandan keyin. Bundan oldingi jangida ham bitta jangchi chiqdi, sochi uzun. O'shani ushlab olib, sochidan ushlab mana shunaqangi urdi. O'shani yig'ib chiqsin-da. Yig'ib chiqsin-da urishguncha. Sochni o'tirib chiqami? Mushuklar toshni yig'ishtirib kerak, urib bo'libdi kerakda. Keyin sochimdan tortdi deb g'alaba qiluvdi. O'sha jangda yutgan payti, keyin sochini olib tashsin, tolkalarga o'xshab rosa kulgan edi, rosa muhokama bo'ldi bu videolar. Mas bir sayna qilganim yo'q. Endi boy bo'lgandan keyin sochini ushlanadi endi. Tolkalar sochiga o'xshayapti endi. O'zbekiston jangchimiz Qozog'istonga borib, g'alaba qozonib keldi. Bu biz uchun juda ham bir xursandchilik. Men ham mana shu Abbining videolarini ko'rgan paytim janglari bo'ladi-ku, janglari как shouda. Men har doim aytaman, men har doim jangni shouga aylanib ketganini yaxshi ko'raman do'stlar. Ko'pchilik taqqoslaydi. Erka bo'ladigan qozog'istonlik jangchi bor. O'sha bilan Abbi ikkalasi jang qilsa, qaysi bir g'alaba qozonadi? Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Agar fikrlaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyga yozib qoldirib ketinglar. Men bilaman, bo'yim butun O'zbekiston, Qozog'iston kitob turadimi? Bilim. Qachon? Yusuflar o'tib oladi. Abdumalik ham o'zi uchun ancha mehnat qilganligi bilinib turibdi. Bunday e'tibor bersangiz, jang payti ancha shug'ullangan, qo'llari ham chaqqon, juda baquvvat bola, udarnik deyishyapti ko'pchilik. Buni Instagramga kirsangiz hamma xursand. Mana shu jangdan keyin biz ham xursand bo'ldik albatta. Chunki O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarib, chiroyli jang o'tkazib beryapti do'stlar. Ming marta gapirmasdan, undan ko'ra sizlarga to'plab qo'ygan videolarimni hozir qo'yib beraman do'stlar. Mayli, unda videolarni ko'rishni boshlaymiz. Assalomu alaykum O'zbekiston, yaxshimisizlar? Mikrofondan akalarimni aytdim. Bitta akam Radnoyim Azdaka estet esimdan chiqib ketibdi. Aka, Alloh rozi bo'lsin, siz dastoyinsiz aka, podishkalaringizni bilaman, yaxshiliklaringizni bilaman aka. Bezabednalik aka, hayajonga juda istab chiqib ketdi aka. Allohga guvohligim. Qalbimda, yuragimga aka, sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Butun menga yordam bergan radnoylarim, akalarim, hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Kimnidir ismini ayta olmagan bo'lsam, uzr so'rayman, lekin 15 ming, 20 ming odamning ichiga hayajonlandim. Mana mikrofonni olganimdan keyin. Noto'g'ri tushunmanglar, mujiklar xafa bo'lmaydi. Azdaka, bratva, dastoyinsiz aka, rahmat. Hamma akalarimga, menga podishka qilgan radnoylarim hammasidan Alloh rozi bo'lsin. O'zbekiston, sizlarni yaxshi ko'raman. Hammalaringizga bitta javob qaytaraman. Yana noto'g'ri tushunmanglar. Juda ko'payib ketdi SMSlar. Sizlarni yaxshi ko'raman O'zbekiston. Hammalaringizga atib qaytaraman. Alloh rozi bo'lsin, sizlarni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum O'zbekiston. Yaxshimisizlar? Mana alhamdulillah g'alaba qozondim. Hayajongaman, sal hayajonlanaman. Avvalambor bizga sportsmenlar yordam bergan prezidentimizga kattaga rahmat. Otabek Umarov kattaga rahmat akamizga. Ichki ishlar vazirligi, ichki ishlar xodimlari, hammaga rahmat. Ustozlarimga hammasiga rahmat. Ramziy akam, shu kelgan, podishka qilib turgan radnoylarimga hammalaringizga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Bu boshlanishi O'zbekiston. Meni duo qilib turgan xalqimga, muxlislarimga, hammalaringizga Alloh rozi bo'lsin. Ota-onamga, aka-ukalarimga ham rahmat, radnoylarimga ham rahmat. Hammalaringizni yaxshi ko'raman O'zbekiston. Inshaalloh bir qadam qoldi. Shu boydan keyin inshaalloh kamarga olamiz inshaalloh. Kulachga 5-0 bo'ldi.
5-0 inshaalloh hozir keyingi turnirga inshaalloh kamarga urishamiz Alloh bismillah. Kamarni ham olamiz. Men hech kimman. Alloh kuch-quvvat berdi. Bo'lmasa Allohdan hammasi. Sizlarga rahmat O'zbekiston, sizlarni yaxshi ko'raman. Men bir narsadan hayajonlanaman. Yelkamga O'zbekiston bayrog'i bo'ladi. Men shu sharmanda qilib qo'ymaydi deb hayajonlanaman. Shuning uchun ham bo'lmasa biror marta hayajonlanmayman. Tavakkal, men yutqazishdan qo'rqmayman. Chiqaman, dasto'yni urishaman. Men vaqti qo'rqmayman. Hammalaringizga rahmat, sizlarni yaxshi ko'raman. Inshaalloh yana mehnatdan davom etaman. O'zbekistonimizni, vatanimiz bayrog'ini ko'tarishga yana harakat qilaman. O'zbekiston dollarini ko'rsataveramiz. Assalomu alaykum. Есть разговор. Есть желание выскочить. Qozog'iston, O'zbekiston. Olg'a. O'zbekiston, assalomu alaykum. Bo'g'izga basammi? Jinni chiqyapti. Kalla o'zib ketmadimi? Bo'yi cho'zildi. Abbaka chiqyapti, abbaka. Qashqadaryoski bu. Voy mashalloh. Qara chiqdi. Xudo xolasa inshaalloh g'alaba qilamiz, inshaalloh Xudo xolasa. Keyin mana shu istoriyadan qo'yaman. Xullas, qayerda bizlar? Qarishda ko'ryapmiz Xudo xolasa o'sha markada, marka. Qarsini kimligida Xudo xolasa g'alabani baqirib qiyudim nishonlaymiz. Inshaalloh. Abbaka omad, jan holi olib quvvat yo'llaydi. Агрессивный стиль ведения боя у Думалика Ярбутаева. Ну, что касается весовой категории. Как дела? Как дела? Ты заряжен? Да. Sen bilan men bo'yim butun O'zbekiston, Qozog'iston kitob ko'radimi? Bilim. Qachon? Inshaalloh o'tib olay. Ha, inshaalloh. Jayonlar qarshilasa, ringda qiz. Абиль, жаркий face-to-face. У тебя завтра действительно непростой соперник. Что нам завтра ждать от тебя? Inshaalloh tayyorman. Testosteron pik bo'lgan. Erta ko'rsataman inshaalloh. Abdumalik Qashqadaryoski vol. Bora Abdufos. Boyda Abdumalik. Voin. Вот так. Дергай. Вот так. Ноги, Адос. Ноги, Адос.
Ayak, не надо. Адос, Аспа, Тиран, Аспа, ноги, Аспа. Gitti onu kara. Onu karab turadi. Yo'q, gitti onu kara. Bak, tamam. Yomon chiqdi nega uni qara. Bak, tamam, qara. Yo'q, chiqib ketdi uni qara, qarab tur. Ha, olsun uni qara, qarab tur ana. Joyiga solibdilar, uni qara. Kapang olmayotdilar, o avtokran keladi. Врач Кан, все осматривают состояние челюсти. Ha, Жана Сандибекова, я думаю, чуть позже.